Deyman, menga zo'r ideya keldi. Mana shu yangi mahsulotlarimiz bor, konkursga qo'yamiz-da, odamlarga sovg'a qilamiz. 3 ta zo'r istoriya qo'ygan podpисчикimizga mana shundan nabor beramiz. Nima deysiz? Yo'q, nabor emas, 10 milliondan pul beramiz. Zo'r-a? Ha, zo'r o'zi o'ylab topdingizmi? Da. Молодец. Боже мой. 10 million berarmish. Qatdan o'ylab topadi bunaqa g'oyalarni, Xudo biladi. Ibrohim aka, yangilik eshitdingizmi? Muslim aytib berganmi? Da, qalay 10 million storiesga такой zo'r istoriyalar qo'yishadi endi. O'zingiz o'ylab topdingizmi? Конечно. Qatdan keladi bunaqa ideyalar sizni kallangizga? O'tirib o'yladim-da, keyin nima qilsak bo'ladimi shu keldi-da. Zo'r-a? Zo'r, baxshi. Bo'llayman boshliqqa aytsam, charchamanglar. 10 million jinni bo'lib qolganmi bu? Oldin ishlashni o'rgansan. Asqar aka, biz xullas konkurs qilmoqchimiz. O'shanga nima deysiz? Konkursmi? Da. Xullas ishxonadagi hamma rozi, yoqdi. Mana Instagramimizni yurg'izamiz, o'shanga aktivimiz ham ko'tarilarmidi deyman-da. Anaqa 3 ta zo'r istoriya qo'ygan podpисчикimizga 10 million beramiz. 10 million. Ha, hali hech kim qilmagan. Ja bo'lsa bunaqa sal oddiyroq istoriya bo'lib qolsa, bunaqa nabor beramizmi? Nima deysiz? O'ylab ko'rib yetarmiz. Ha. Das ideya har doimidek zo'r, hammaga yoqdi. Bitta shu Asqar aka podpисчика qilib yuborsalar, zo'r bo'lib ketadi hammasi. Das podписка tashlaylar, istoriya qo'ysanglar, 10 million.